Xitoyga ketayotganimda samolyotda uchib, ovqatsiz qolaman deb o'ylamagandim, lekin bir amallab manzilga yetib oldim. Xitoyga bir haftalik sayohatim davomida oldin hech ham uchib ko'rmagan ikkita aviakompaniya xizmatidan foydalandim. Hozir sizga aynan shu haqda aytib beraman. Sahifamga obuna bo'ling, qiziq videolarni o'tkazib olmaysiz. Birinchisi China Southern Airlines. Pekindan Toshkentga Aerobus A330 da uchdim. Bortga chiqishingiz bilan sizni kulib turgan styuardessa deb kutib oladi, lekin ogohlantiraman, ular asosan Xitoy va ingliz tillarida gaplashadi. Rus tilida deyarli hech nimani tushunishmaydi. Har bir o'rindiqqa yostiq, plet qo'yib qo'yishgan, displey ishlaydi, naushniklar ham allamballosdan bor. Xizmat esa juda ham yaxshi, lekin eng muhim masala ovqat. Xitoyda halol ovqat topish oson emas, shuning uchun taom kelganda albatta halolmi deb so'rab oling. Umuman olganda Toshkentdan Pekinga uchayotganimda ovqatlarning barchasi o'zimizning O'zbekiston Airways'ning ovqatlariga o'xshab ketar ekan. Idishlarni hisobga olmaganda albatta. Choy, kofe, suv va boshqa ichimliklar ham bor ekan. Endi esa ikkinchisi Shandong Airlines. Pekindan Chunsinga. Ichki reys bo'lgani uchun samolyot kichik va torroq, lekin xizmat yana ham yaxshi. Bort kuzatuvchilari juda ham xushmuomala. 2 soat oshiq parvoz davomida kofe, suv, choylar berishdi va albatta har bir yo'lovchi uchun shunaqa korobkalarda ovqatlar. Styuardessaga men musulmon ekanim va halol ovqat berishlarini so'raganimda guruch va shunaqa allambalo ovqat topib berishdi. Xullas, men bilmagan aviakompaniyadagi parvozim shunaqa o'tdi. Siz qaysi aviakompaniya xizmatlaridan foydalangansiz va siz uchun eng zo'ri qaysi? Albatta yozib keting.